Bunda jin chiqadimi Nosirxon? Yo'q, o'zing chiqmaydi. Aptol mana qiziganligini hisobiga aptol tutadi o'zini. Qarangi, bu nima sababdan buni qizdirib aptolga tashiysiz? Zakalka bo'lib qotadi. Mana bu rezbasi bor. Rezbalar uzoqroq xizmat qiladi. Hozir rezes tayyorlabdi ishxonaga. Rezeslarimiz tugab qolgan ekan. Keyin yana bitta ma'lumot aytib o'taman. Oldinlari VK8 napaka ishlatardi u, rossiyskiy. Oxirgi mahal zo'r chiqmay qo'ydi, lekin Xitoyga yangi kelayotgan napakalari o'ta zo'r chiqdi. Uzoq xizmat qilibdi. Hali bizni kuzatuvchilar ko'proq hamkasblar bo'lishgani uchun aytib o'tamiz. Shu napakadan ishlatsani bo'ladi. Napakani yopishtirish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib turasizlar, videoga like bosib qo'yasizlar. Bismillah. Bu bo'ri bo'ladi, to'g'risi. Yaxshi ushlash uchun Nosirxon bu. Zo'r, mahkam ushlash uchun bo'rini sepilsa. Bo'ladimi yo sepan? Sepiladi. Qancha ko'p sepilsa, napakani shuncha yaxshi ushlaydi, shu napakani. Mana. Bismillah. Qisqasi yaxshilab qizdiramiz, laton bilan yopishtirib olamiz. Nosirxon любой сварка ishini bitiradi. Argon сварка, kontajniy, avtogiy сварка. Sepin bo'ladan. İnşallah rezesimiz tayyor, yopishtirildi. Buni yopishtirgandan keyin chaqlab, keyin xudo xolasa shilpovkasini qilaveramiz. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishini sifatli kafolat bilan bitirib beradilar.